Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum barchaga. Bilaman, o'rtoqlar, men judayam kam kiryapman Instagramga. Поэтому ming bor uzr so'rayman. Qayerga o'tib ketdim? Ko'rmadingmi meni? Instagramga judayam kam kiryapman. Ming bor uzr. Lekin bugun bitta xursandchiligim. Bilasizlar, har doim xursandchiligimni faqat sizlar bilan bo'lishaman. Ozgina siqilganimda ham sizlarga aytib turaman, bilaman. Вот bugungi xursandchiligim, men institutga o'qishga kirgandim va bugun birinchi kun meni o'qishim. Hayajonlanib ketmayman. O'qimaganimga bir necha yillar bo'lib ketdi. 7-8 yillar bo'lib ketdi, naverni o'qimaganimga ham. O'shanga hozir hayajonlanib, nima deyishni ham bilmayman. Yana dabavkasiga kech qolganman. 1:20 da dars boshlanadi, 1:18 bo'ldi. Men Maksim Gorkiydan xotirjam endi institutga kirdim. Juda ham xursandman bu narsadan. Xursandchiligimga qo'shilib dardimni ham endi ozgina eshitasizlar, dardimni ham aytaman sizlarga. Gap ko'payib ketdi. Вот. Bitta shu xafa bo'ladigan joyim, men shu qilgan ishlarimni hammasini, institutga kirganlarimni, oilaviy hamma sharoitlarimni to'g'rilaganlarimni bitta ota-onam ko'rolmaganlari. Chunki men 12 yoshimda onamdan anaqa qilganman, ayrilganmiz. Onamsa uni ko'pchilik biladi, men onam o'tib qolganlar. Adam o'tganlarida men juda ham yosh bo'lganman. Chunki 8 yosh bo'lganim uchun menga sezilmagan adamning o'tgani. Onam o'rinlarni bosganda adam. Onam o'tganlarida yoshim katta bo'lgan, 12 yosh bo'lganman. Ay